Voy, buni mayilligini. Ehtiyot bo'ling, bu shirinlikni tayyorlab ko'rganingizdan keyin faqatgina shu shirinlikni tayyorlaverasiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar nimaga bunaqa deganimni bilib olasizlar. Ishimizlarni 4 ta tuxumga shakar solib, bir aralashtirib, ketidan smetana va yog' solib aralashtiramiz. Un, kakao razexitini albatta elektron o'tkazib aralashtiramiz. O'zingizga yoqqan kakao va kofedan solib, qaynoq suvdan qo'shamiz. Soda ustidan kofeli massamizni solib aralashtiramiz va teng uch bo'laklarga bo'lib olamiz. 180 gradus qizib turgan duxovkada 15 minutda pishirib olamiz. Krem uchun xona haroratida turgan sariyog' ustidan kakao va quyultirilgan sut solib aralashtirsak bo'ldi. Kremlarimiz tayyor. Sovigan biskvitimizning ustidan biskvit krem qilib 3 qavatli mazali tortimizni yig'ib chiqamiz. Kamida 1 soatga xona haroratida qoldiramiz. Manda bo'lsa bir kecha xona haroratida turadi. Ularni xohishga ko'ra bezatsanglar bo'ladi. Bezatmasangiz ham shundoq ham chiroyli chiqadi. Endi bo'lsa videoga like bosib, bunaqa zo'r retseptni tezda yaqin tanishingiz videoni jo'natib qo'ying. Rahmat, tagida qolib ketasizlar. Tayyorlaganingizda menga rasmga olib tashinglar, albatta o'qiyman.